Biza qishloqda nima qilib o'tiribsan sen? Kim bachasan? Qaysi qishloqdansan? Bo'ladigan qizcham yaqinda to'yimiz ajoni. Sizni вообще nima ishingiz bor amaki? Tegadigan yigitim bu. Hay, to'y bo'lsa mayli, aytarsizlar to'yi. O'rmanglar, salom alaykum. Nima ish etib o'tiribsizlar? Assalomu alaykum, amaki, yaqinda to'yimiz. Kecha bu qizni men boshqa bacha bilan ko'rdim-ku. Og'zingizga qarab gapiring oladigan qizim bu. Ya amaki, hamma narsaga ishingiz bor. Bo'ring ishingizni qiling. Uzr qizim. Ash kim bilan bo'lsa ham to'yingizni aytsangiz, to'yingizga borib bir to'y kabobdan bir tarilkagina xiyol ketdi-da. Mayli, o'tinglar. Dada. Ha, bacha. Mana kelin olib keldim siz-a. Ey, bitta duo qilib bering. Qani ilohi amin. Qadam yetdi, balo yetmasin, shu kelin borgan joyda toshdek qotsin. Aytganingiz kelsin. Bacham shu kelini kiyimlari tonish. Bitta yuzini ko'raylik. Yuzini ko'rmoqchisiz? Yuzing ochiqan. Aylanib o'zimga tushibsiz-da. O'qigan duolarim hammasini qaytardim. Menga qarang qizim. Bu yigitchalar almashtirancha bir kiyim ham almashtirish kerakdi-da. O'zingiz ketasizmi yo kuch ishlataymi sizga? Dadajon, siz to'y kabob yemoqchi edingiz-ku? Men to'y kabob, bo'y kabob yemayman. Tushundingiz? Yoshligimda yomon ko'raman to'y kabob. Keting mendan. Dada, siz men muhabbatimdan ayropsiz. Senga qishloqda boshqa qiz qurganmi? Men qarang, sizlar doim mana shunday qilasiz. Ko'rolmaslik ketasiz men muhabbatim. Men hozirgi yoshlarga hayronman. Dunyoda qiz kamayganmi yo bachalar lo'qlashib o'tiribmi? Sen uning tarixini bilmaysan, Zokir, bu yerga kel.